Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bu navbatdagi obyektimizni to'liq baton hammasini ishlarini tugatib berdi. Xudo xolasa natijasini ko'rasizlar. Podpiska, layklarni ayamaysizlar degan umiddamiz. Bu mansardagi zinamiz 15 ga 30 dan eni 1 metr. Bu ikkinchi etaj zinamiz. Bu ham 15 ga 30 dan aylanasi bor. 120 eni. Bunisi podvalga tushish zinamiz. O'rtasida pichog'i bor, to'rttagina. Bu oldi fasad zinamiz. Terasidagi balkonlar bilan bundoq qilib rimlar bilan qilib berganmiz. Rimlari ham o'zimiz qo'limizda. Bu yana bitta oldi fasad zinamiz. 15 ga 30 dan bu ham hamma tomondan tushib chiqsa bo'ladigan zina. Mana yerdan yana bitta podvalga tushish zinamiz bor. Yonida bordiyorlari bilan qilib berganmiz. Mana yerda bitta yana zinamiz bor. Bu orqa tomonga, hayat tomonga chiqish. Buni ham eni 1 metr, 15 ga 30 dan. Oldida yana 5 tagina fasaddan tushib ketish zinasi ham bor. Mana yerda ham bitta podvalga tushish zinamiz bor. Bu ham yonda bordiyorlar bilan qilib berganmiz. Bu yerda mana hayat tomonga tashqaridan kelib tushish oldi fasad zinamiz. Oxirgisi yana xuddi o'sha podvalga tushish zinamiz. Hamma ishlarimizni yakunlab berdi. Xudo xolasa so'kin o'ylari bitdi. Mana tashqarida garajga ikkita rim ham qo'yib berganmiz.